Kecha 27-iyun so'z erkinligi, haqqoniy axborot va jamiyat ongini shakllantirish yo'lida xizmat qilayotgan matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni edi. Bu kasb egalari doim haqiqatni izlab, xalq ovoziga aylanish vazifasida sidqidildan xizmat qiladi. Jurnalistika bu fidokorlik, mas'uliyat va tinimsiz mehnat. Axborot maydonidagi har bir aniq so'z va xolis xulosa ortida ulkan mehnat, izlanish va tahlil yotadi. Matbuot xodimlari jamiyat ko'zgusi, taraqqiyot ravnaqi yo'lidagi faol kuchdir. Bayramimiz muborak bo'lsin hamkasbim. 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni. Barcha media tashkilotlarida bo'lgani kabi Zo'r TV telekanalida ham bayram erta tongdan. Bu kun informatsion dasturi xodimlari bilan boshlangan. Mana ular o'tirishdi, zamonamiz yoshlari. Ijodkorlari Arofat Hakimjonova, o'zimizning jamoamiz bilan Jasmina Jamolova, Bekzodjon Zokirov, Shahzod Abdullayev va Abdulhamid Hasanov bilan ko'rsatuvdagi tashrif buyurdik. Bayram munosabatidan bu kun hamda sohadagi ba'zi qiziqarli jihatlarni ko'rib chiqamiz. Tashkil etilganiga deyarli 5 yil bo'layotgan dasturimiz jamoasida turli qadriyatlar va challengelar bor. Bulardan biri kim birinchi ishga kelish marafoni. Montajyor bo'lib birinchi bo'lib keldim. Kimingizdan muxbirdan? Ish kuni boshlangandan so'ng suratga olishlar, montaj va lavhalar taqdimoti ham start oladi albatta. Birgina insonning kadrda ko'rinib turishi ortida operator, chiroqchi, muharrir, montaj va chiroq ustalarining o'rni kattaligini ko'p eshitgansiz. Navoiy hamsasini yozishni boshlaganda Hayratullo birorda emas oson bu maydon ichra turmoq, nizomiy panjasiga panja urmoq deb boshlaganda, ya'ni bu maydonda turish oson emas. Hamkasbimiz Shahzod Abdullayevning aynan shu yerda bo'lib o'tgan bayram dasturida aytgan fikri to'g'ri. Ustoz jurnalist va reportyorlar bizdan ko'ra ko'proq ko'ylaklar yoqasini yirtgan. Ularga yetish uchun anchagina harakat qilishimiz kerak. Bu esa qadam-ba-qadam dubllar bilan kadrlar olishdan boshlanadi. Emas oson bu maydon ichra turmoq. Video 8-iyun kuni omma e'tiboriga havola qilingan bo'lsa-da, aslida reyd 29-may qolib. Bektemir kichik sanoat zonasi qurilish. Bektemir kichik zonasi. Bektemir kichik hozir zabt qilish jarayoniga Soat 7:00 Toshkentda yana yong'in. Yakkasaroy tumanidagi texnopark. Parametrida sizlar. Ispaniyada o'tkazilgan Sansi festival. Ispaniyada o'tkazilgan Sansi musiqiy festival. Menga ham telefon bo'lyapti. Alo. 1966-1984 ushbu Yangiobod bozorida yuz bergan. Unda jonsiz hayvonlarni axlat qutisi. Bu O'zbekistonning sanoat va investitsiya salohiyatini. Bugungi kunda odamlar salomatlikni qanday tushunadi? Kasallik qara yaxshi qara. Rasm esdalik, ketdim. Chiq bo'ldi. Kimda fotografiya bo'lmasa eslab qolinglar. Mana. Unda raqamli texnologiyalar, xususan sun'iy intellektning davlat boshqaruv boshqatdan. Qoching, tavba. Mavjud haqiqatni aniqlash va uni jamiyatga xolis tarzda yetkazish oddiy ko'rinadigan, lekin murakkab jarayondir. Shovqin suroli jimjitliklarga mikrofon tutuvchi, qorong'ulikdan yorug'lik izlovchi, yolg'onlar ichidagi haqiqatlarni saralovchi jurnalist. Hammasi oddiygina mikrofon tutish, biroz qalam tebratish va shunchaki kamerani yoqish bilan hal bo'lmaydi. Qalb, vijdon, rostgo'ylik va mardlik ham talab etiladi anchagina. Butun dunyo matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlarini bayram bilan tabriklaymiz. Bu kun Abdulhamid Hasanov, Alisher Normetov, Toshkent.